telefonim jiringlab qoldi. Xullas biz ichkaridan tozalanish berganimizdan keyin organizmga ozishi yoki bo'lmasa otsoqlardan ketqizish boshlagandan keyin tanani tashqarida har xil toksinlar yig'ilishi mumkin. Teri o'zgaradi, teri tiklanish boshlaydi. Har 24 soatda bizning kletkalarimiz yangilanadi va yangilangan holatda tashqariga, tanani tashqarisiga har xil kerak emas bo'lgan toksinlarni, mikroblarni chiqazadi. U bizga ko'rinmaydi. Shuning uchun ham biz обязательно tanamizni tashqaridan detoks uchun skrablarni, xohlagan skrablarni ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari, skrabdan tashqari detoks uchun tanaga bu kontrast dush ham zo'r effekt beradi. Kontrast dush haqida menimcha eshitgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni birinchi vannaga kirgandan keyin sovuq suvni yoqiladi, sovuq suvdan keyin issiq sovuq qilib aralashtirib tegib turadi. Bu ham tanani tashqaridan beradigan detoks hisoblanadi. Ayni u nima beradi? Birinchidan qonni yaxshi aylantirib beradi. Agar siz davleniya bo'ladigan bo'lsa, zo'r oldini oladi. U ham detoks, u ham очищение bo'lishiga, hazm protsedurani yaxshi ishlashiga olib boradi, bosh og'riqlarini qoldiradi va undan tashqari sizni imенно limfalaringizga juda ham zo'r ta'sir qiladi. Bilamiz, bizda limfa tugullar bor, limfa tomirlar bor, tomirlar bilan uzvimlar bog'langan bo'ladi. Agar ular to'lib qoladigan bo'lsa, sizda отек moyili kuchli bo'ladi. Shuning uchun biz limfalarimizni ora-orada tozalab turishimiz kerak. Va aynan mana shu skrab, detokslar, anaqa mana shu vannada qilinadigan har xil protseduralar hammasi bu limfalarga zo'r ishlov beradi. Albatta, men yana nima oldim? Bu anaqa pachini suyuq variant ekan. Birinchi marta shunaqasini olishim. Ishlab ko'ramiz, chunki unaqa yopishtirib har doim yurolmayman. Imенно surkab qo'yib yurish menga qulay deb o'yladim, shuncha zakaz qildim. Buni ham ko'ramiz. Chunki 30 dan keyin любой ayolda yuzida отёкка moyillik kuchli bo'ladi. O'shaning uchun ham ayniqsa ertalab uyg'onganda hishinib uyg'onishi, ko'zini tegish, hishinib uyg'onishi bu norma, va lekin bu norma ekanini tashlab qo'yish kerak emas. Albatta buni ustida ishlash kerak. Ishlash uchun pachilarni har xil variantini ishlatish bu yaxshi. Faqat o'z yuzingizga tushadiganini tanlashingiz kerak. Keyin krem, oddiy krem bu baza, lekin men bir narsa aytgan bo'lardim. Kremlarni juda ham nima deydi, yaxshi brenddan olishga harakat qilinglar, yaxshi, sifatli, sostavi toza. Nima uchun? Chunki biz yuzimizga har xil kremlarni surtganimizdan keyin u yuz ichiga, kletkalarimizga so'riladi. So'rilgandan keyin u albatta reaksiya ichki organga ham beradi. Ya'ni kishishniklarga organ ta'sirini ko'rsatadi va u orqali qonga o'tadi. Qonga o'tganda har xil allergik holatlar, bosh aylanish holatlari, ko'ngil aynish holatlari kelib chiqadi. Ko'pchilik bu narsani ovqatdan deb o'ylaydi, lekin aslida bu bizning ishlatayotgan kremlarimizdan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar uходовый kosmetikaga kelganda, uходовый liniyaga kelganda yaxshi o'zingiz sinagan, o'zingiz bilgan brendlarni ishlatib qo'ying va menga o'xshab har xillarni ishlatib ko'rishga harakat qiling. Bu bunaqa men makiyaj qilib bo'lgandan keyin ustiga sepadi-ku yuzi. Nimadir shuni fiksatsiya oldim. To'g'risi fiksatsiya hech ishlatmagandim. Birinchi marta olishim. Nimagadir bu safar ishlatgim keldi. O'zicha unaqa makiyaj qilavermayman. Nomiga, lekin shunda ham ishlatib ko'rish niyatida oldim ham, maqtashganligi uchun. Keyin yana nima oldim? Mitilarka обязательно. Mitilarka молочка, bular hammasi makiyaj. Biz makiyaj qilmasak ham mana bo'ladi. Shunaqa uyda bo'lsangiz, umuman makiyajsiz yurarsiz balkimda. O'shanda обязательно baribir yuzni mitilarni voda bilan artish, umvalkada yuvish shart. Nima uchun? Chunki bu sredstvalar, umuman uходовый sredstvalar bizning faqat makiyajlarimizni ishlatish uchun, ketkazish uchun emas, aynan havo orqali ham, kislorod orqali ham har xil virus, infeksiyalar tiqilib yotibdi. Aynan siz ovqat qiladigan bo'lsangiz, ovqat o'zi qo'rganingizda, to'g'raganingizda, artganingizda, changatganingizda, ko'chada yurganingizda, hovlida просто yurganingizda ham, uyingizda o'tirganingizda ham qancha bizni ko'rgan, ko'rmagan, bilgan, bilmagan, bizga ko'rinmaydigan bakteriyalar bor. O'sha bakteriyalar hammasi tanaga yopishadi, tanaga kiradi. Shuning uchun обязательно har qanday holatda обязательно yuzni mitilarka bilan artish kerak. Va sezgan bo'lsangiz, mana umuman yuzingiz makiyaj qilmagan kuningizda mitilarkada shunda artganingizda diskni vata qorayib qoladi. Chunki bu hammasi tashqaridan berilgan chang hisobiga. Ayniqsa bizning klimatlarimiz unaqa toza klimatga kirmaydi. Shuning uchun yana bu nima ekan? Tonik bu umvalkalarni yuvib bo'lgandan keyin, yuzni tozalab bo'lgandan keyin chala qolib ketgan joylarini artib beradi. Kosmetologimni ko'rib turgan bo'lsangiz ushmaysizlar, chunki durkida nimadir nima deydi, o'rnini almashtirib aytib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin hammasi kerakli narsalar. O'zim bilib o'qib ishlatib yuraman shunaqa narsalarni. Tonik ham pastani ishlatib yuraman. Menga tonikni shundoq qo'lim bilan ishlash qulay. Kimdir xohlasa vatni bilan, kimdir xohlasa qo'li bilan farq qilib sepiladiganlari ham bor. Men sepiladigan olmabman mana. Internetdan zakaz qilish oqibati menimcha shunaqa bo'ladi. Xo'las shunaqa. Va top eng 3 ta sizni kosmetichkangizda bo'lishi kerak bo'lgan tovarlarni aytaman. Bu birinchisi skrab, обязательно bu tana uchun detoks, buni aytdim. Ikkinchisi, hozir bu yerda yo'q, lekin ishlataman. SPF обязательно и 50+ bo'lishi kerak. 50 dan past bo'lmasin. 50 dan pastni faqat qish kunlarida ishlatishimiz mumkin. Keyin ko'pchilik SPF surtganda faqat yozda, bahorda surtganda, lekin целый год, ya'ni bir yil davomida surtkab yurishimiz kerak. Обязательно. SPF ham yaxshisi sinalgan professional SPF ishlashga harakat qilinglar va uni har 2-3 soatda ham обновление qilib turish kerak. Uchinchi produksiya esa bu mitilarka. Ya'ni bizani har kuni ertalab va kechqurun yuzimizni artishimiz kerak bo'lgan narsa. Kechqurun artish kerak. Ertalab ham, chunki biz kechqurun uxlaganimizda yostiqlarimiz, postelarimizda ham bizga ko'rinmaydigan mikrob bakteriyalar bo'ladi. Ular ham teriga, yuzga yopishadi. O'shancha ertalab turib, обязательно umvalka bilan yurganingizdan keyin mitilarka bilan yoki tonik bilan yana bir marta tozalab chiqish kerak. Xullas, yuzga, tanaga uhod kerak, organizmga ham to'g'ri uhod kerak. Hammasini birga olib ketish mazza, ayol bo'lish undan-da mazza. Nima deysizlar?